Farid Usmon Bobur podshoh 10-qism. Omad yana Boburga yuz qaratmoqda. Bobur omadini sinash uchun Samarqandga ham, Andijonga ham takroran intilib ko'rdi. Ozgina odamlari bilan hech ish chiqara olmadi. Qolaversa beklari o'zining yaqinlari tomonidan ko'rsatilgan xiyonat g'alaba qilishga yo'l bermadi. U kichkina qo'rg'onli Xo'jandga qaytishga majbur bo'ldi. 1,5-2 yilga yaqin u 200-300 dan ozroq lashkari, yaqin kishilari, oila a'zolari bilan shu kichik manzilda qiyinchiliklar tortib yashashga majbur bo'ldi. Axir qo'shinni boqish, ot ulovga yem-xashak, odamlarga yemak, ichmak degan narsalar bor. Bularning bari Boburning boshidagi tashvishlar edi. Lekin shunga qaramasdan odamlarning o'zi harakatda bo'lishardi. Tanqisliklar ahillik bilan bartaraf etildi. Qish qo'rg'onda o'tdi. Bu diqqi nafasliklar Boburning tinkasini tolaqtirayotgan edi. Orada u 1-2 kasallikka ham chalindi. Mana shunday qiyinchiliklarni biroz bo'lsa-da unutish, kengroq joylarda nafas olib turish, qo'ldan ketgan Samarqand, Andijon qayg'u iztiroblarni sal bo'lsa-da o'zidan uzoqlashtirish maqsadida bahor kelishi bilan O'ratepaning janubiy tarafidagi kengliklarga qarab ot soldi. U Temur bobosi yaylovlarda o'tov qurib yashagani singari o'tovda yashashni ma'qul ko'rdi o'ziga. Ana shunda og'ir bir holatda sarsonu sargardonlikda qilar ishini bilmay yaylovlarda tentirab yurgan bir paytda bir kuni Bobur oldiga Hoji Abdul Makorim hol ahvol so'ragani keldi. Uning ishlari yurishmayotganiga mo'tabar bu inson achindi. Ketar paytda Allohdan so'rab, "Ey Parvardigorim, shahzodaning yo'llarini o'zing och, ishlariga madad ber, tilaklarini ro'yobga chiqargin", deya qattiq duo qilib ketdi. Shu kuni asr namozi payti Bobur endi namozga taraddudlanib turgan vaqtda daraning pastki tarafida bir otliq paydo bo'ldi. Bobur uzoqdan uni ko'rdi. Kim bo'ldi ekan bu, degan fikr xayolidan o'tdi. Shoshilmay namozini o'qib tugatdi. O'rnidan turib, mulozimlariga uni ko'rsatdi. Borib bilib kelishlarini buyurdi. Mulozim otini yeldirib bordi-da, shoshib qaytib keldi. Otdan tushmagan holda, "Olampanoh, Alido'st tog'ayidan ekan, Yo'lchik ismli navkari deydi. Keltiring", dedi. Navkar Bobur qarshisiga kelib, tiz cho'kib ta'zim qildi va Alido'st tog'ayi so'zlarini unga ma'lum qila boshladi. Alido'st shahzodadan marhamat qilishini, gunohini kechirishini so'ragandi. Marg'ilonga marhamat qilsa, Marg'ilonni unga topshirib, uning xizmatida bo'lishini va shu yo'l bilan o'z ayblaridan forig' bo'lishni maqsad etganini aytdi. Alido'st tog'ayini Bobur Samarqandga otlanganda Andijonga tayinlab ketgandi. Fitnachi Uzun Hasan va Tambal yolg'on va fitnalar bilan Boburni o'ldiga chiqarib, Andijonni egallashganda uni Marg'ilonga tayin etishgandi. Tog'ayi g'aflatda qoldi. Keyinchalik Boburning sog'ayib, atrofda lashkar tortib yurganidan xabardor bo'lgach, ko'p hijolat bo'la boshlagandi. Unda Marg'ilonni Boburga qaytarib berib, o'z gunohini yuvish maqsadi bor edi. Bobur navkardan bu gaplarni eshitib xursand bo'lib ketdi. Otasi Umar shayx odamlari orasida sofdil, diyonatli Alido'st tog'ayi kabi kishilar ham borligidan quvondi. Allohga shukronalar keltirdi. Bobur bu xabarni asr namozidan keyin eshitiboq, yo'lga otlanishga buyruq berdi. U yoq bu yoqni tezda tartibga keltirishdi. Quyosh botayotgan payt Bobur boshliq navkarlar Marg'ilonni olish niyatida yo'lga tushishdi. Kechasi bilan to'xtamay yo'l yurib, ertasi peshin namozi vaqtigacha hech yerda to'xtamay borildi. Peshin namozi Xo'jandning Tagob degan qishlog'ida o'qildi. Dam olishgach, tun yarmida otliqlar Tangobdan qo'zg'alishdi. Kecha tong otguncha, ertasi kun botguncha va yangi kecha tong otmasidan yo'l yurishib Marg'ilonga yaqinlashdilar. Birdan Boburning yaqin beklaridan Vaisxon, "Alido'st aslida sotqinlik qilgan edi. Biz uning taklifiga ishonib yo'l yurib kelyapmiz.
kelishuv yoki ahd yo'q. Nimaga ishonamiz axir, deb qoldi. Rostdan ham uning gaplarida jon bor edi. Uzun Hasan bilan tili bir bo'lsa-chi, kengash qilishga to'g'ri keladi. Bobur, bu gaplarni yo'lga chiqmay o'ylashimiz kerak edi, deydi. 3 kecha kunduz tinmay yo'l yurdik. Otlar toliqdi. O'zimiz charchadik. Ortga qaytishga esa mador kerak. Keldikmi, endi borishimiz zarur. Tangri irodasidan o'zga bo'lmas axir, dedi. Boburning bu so'zlari hammaga ta'sir qildi. Tavakkal Alloh deb yana yo'lga tushildi. Bomdod namozi vaqtida Marg'ulon qo'rg'oni eshigiga yetib kelishdi. Ichkariga ma'lum qilindi. Ali Do'stog'ayi darvoza ortiga keldi. Shu yerda turib u ovoz berarkan, Boburdan jazoga mahkum etmasligini, gunohidan o'tishini so'rab ahd qilishini iltimos qildi. Bobur so'z berdi. Shundan so'ng Ali Do'st darvozalarni ochtirdi va 2 tabaqa orasida turib shahzoda qarshisida tiz cho'kdi. Bobur otdan tushib, uning qo'ltiqlaridan olib turqazdi va ikkovlon ichkari sari yurdi. Beklar ularga ergashdilar. Bobur va mulozimlar belgilangan hovliga tushdilar. Marg'ulon Bobur ixtiyoriga o'tdi. Uzun Hasan va Ahmad Tanballardan zulm ko'rgan Marg'ulon eli Boburni samimiyat bilan kutib oldi. 2-3 kun o'tkazib, Bobur Qosimbek boshliq beklarga Andijonning janubiy tarafidagi tog'li tumanlarga, ya'ni Aravon tog' tomonlariga borib, navkar yig'ib kelishni topshirdi. Ibrohim Soru, Vays Log'ari va Sa'diy qoralarni 100 ga yaqin kishi bilan Aqsa tomonga jo'natdi. Maqsad qo'shinni ko'paytirish, ham mudofaani kuchaytirish, kerak bo'lsa dushmanga qarshi jangga otlanish edi. Boburning bu tadbirlar bilan kuchayib borayotganini bilib turgan Ahmad Tanbal va Uzun Hasanlar talvasaga tusha boshlashdi. Bobur shijoat bilan ish olib borardi. Dushmanlar har tarafga qocha boshlashdi. O'sha fursatda Uzun Hasan o'z o'rniga kuyovi Nosirbeckni tayin qilib, o'zi atrofda navkarlar bilan izg'ir edi. Nosirbeck Andijon qo'rg'onini berkitib, Boburga odam yubordi. Uzun Hasan Aqsiga qarab ketishga majbur bo'ldi. Bobur Marg'ulondan tezda otlanib Andijonga keldi. Nihoyat u qo'ldan chiqib ketganiga 2 yil bo'lgan ota yurtini Tangri taolo inoyati bilan 1994-yili, hijriy 904-yilda Zulqada oyida yana qo'lga oldi. Jigar bag'irlari bilan ko'rishdi. Ularga mehribonlik ko'rsatib xursand qildi. Ayniqsa ukasi Nosirbeck akasini Andijonga kelishidan, ularni zolim zulmidan qutqarganidan xursand bo'ldi. Andijon yana Bobur tasarrufiga o'tdi. Ukasi Jahongir Mirzoga qo'shilib olgan, fitna qo'zg'ab yurgan Sulton Ahmad Tanbal o'sh taraflarda bo'lsa, Uzun Hasan Aqsi qo'rg'onida edi. Hali Bobur dushmanlari to'la bartaraf etilmagandi. Shayboniy boshliq beklar kuchayib borayotgani haqidagi xabarlar tez-tez quloqqa chalinib turardi. O'sha biz sizga hikoyamiz boshida taqdim etgan Tush voqealari tafsilotlari xuddi shu voqealardan so'ng sodir bo'lgandi. Bobur hali yana ko'p voqealarni boshdan kechirish arafasida edi. Chunki yurtda tinchlik yo'q edi. Xuroson, Mavoraun Nahr bu davrda ari uyasi edi. Taxtga da'vogarlar yurtda to'zib yurardi.